Assalomu alaykum qadrdonlar, qadrli vatandoshlarimiz. Narxlar borgan sari sinyapti. Bobur akam yo'llarga tashrif buyurganman. Eng arzon mashinalar 700 dollarga. Nima deyapti? Bobur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Yaxshimi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Mustang Uzda Abdushi muxlislari, obunachilari. Like bosib, podpiska bosib, ko'rayotgan akalar, obuna olmay ko'rayotgan akalar, obuna bo'lib ko'rib qo'yishlarni tavsiya qilaman. Narxlar o'ta bo'lma narxlarda, sindirib yuboradigan narxlarda chiqardik xudo xolasa aka. 2026 yilni chiqaryapmiz aka. 2026-yilda birinchi reklamasi mana xudo xolasa Ketdi. Tiko'larda obzori bizdan boshlandi. Bu yerga davom etaveradi xudo xolasa. Xudo xolasa, kommentariyalarda bang'illatayotgan aka-ukalarimizga rahmat. Ming bor mana e'tiboringiz uchun xudo xolasa. Sizlar uchun xizmatdamiz mana Bobur akam, arzonchi akam, nomer ading. O'zbekiston bo'yicha nomer ading desa ham bo'laveradi aka. Sovuq, issiq demay mana tumanni bo'lsa ham harakat qilib sizlar uchun imkon qadar chiqarishga harakat qilyapmiz. Shunchaki kommentariy yozib, o'zingizlar fikringizni qoldirib, imkon qadar qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar, xudo xolasa. Gap yo'q, aka, kamerani o'zim olay. Bo'ldi aka. Cho'tka qilib obzor qilamiz. Bir qator hammasini bir chekana kayfiyat ko'taradiganidan arzonidan ha. Bo'ldi, xudo xolasa aka. Bo'ldi. Kamerani o'zim olaman. Xo'p, chiroyli qilib mana obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Aka, eng qimmatidan boshlaylikmi, eng arzonidan boshlaylikmi? Arzonidan boshlaylik. Bo'ldi aka, kayfiyat ko'tarish uchun eng arzonidan boshlaymiz. Qani? 98. Xo'p. Motor hadovoy korobkalari zo'r, yurish-turishlari yaxshi. Shuni 700 dollar demaymiz. Xo'p. Bo'ladigan qilib narx aytamiz. 650 dollarga chiqarib beramiz aka. Kayfiyat ko'tarilsin deb. 650 dollarga varianti yo'q. Banki yo'q, qarzdorligi yo'q. Shunday keladi. Naq pulga 650 dollar beradi, sobstvenniy barako'li sotiladi aka. Mana. Bitta Android puliga. Ha, yaxshi telefonni puliga mana aka. Salon holatlari ham bir ko'rsataylikchi. Kraskalari bor mashinani. Aka, mashina endi avvalambor puliga yarasha. Lekin yurib turgan holatda motor hadovoy korobkalari zo'r, kuzovida deyarli ishi yo'q. Gap yo'q. Salonlaridan ketdik mana, motorlaridan. Mana motorlari holati. Ko'rib borasizlar. Xudo xolasa mashina 98, yurish turishi zo'r. Kamchiligi yo'q. Generalniy chiqadi. Generalniylar aka xudo xolasa chiqadi. Generalniylarni qildirib beramiz inshaalloh. Inshaalloh. Shu 100 dollar pul ketadi, har doim aytamiz, generalniy 100 dollar pul ketadi. Dokumentlari joyida xudo xolasa. Xudo xolasa. Bunisi-chi aka? Aka bu 98, motor hadovoy korobkalari zo'r, yurish turishlari yaxshi aka. Korobkalari 5 talik. Narxi 1200 dollarga chiqarib beramiz aka. 1200 dollarga. Mashina tayyor aka. Tayyor mashina, shunday oladi minadi aka. Shunday olasizlar, minasizlar xudo xolasa. Mashina tayyor ekan akalar, bosib tashlaydigan joyi. Mashina xudo xolasa. Mana aka. Mana. Chixol, poli ham yo'q, soz holatda aka. Salonlari chixol, polik, stoka, patolog, eng kraskalari bor. Mana orqadan ko'rinishlari generalniy daverni chiqadi. Mana aka. Oldi holatlari ham, signal ham yo'q bor. Pechka-mechkalar ishlaydi. Farasi yonib qoldi. Yo'q, men aka yoqib qo'ydim mana, fara ham yo'q ishlayapti. Hamma yo'q joyida. Net holatlarida aka. Mashina ideal holatda 1200 dollarga chiqarib beramiz aka. 1200. Kamini so'ragan akalarga kelishsa, kamini ustida qilib beramiz aka. Xudo xolasa. Xo'p, bunisi-chi? Aka, juda ko'p insonlar variantga so'rayapti. Aka, variant chiqarib bering, 500-600 pulim bor. Degan akalarga mana aka, tayyor. Variantini qilib bera olamiz. Variantga. Mana. Qayerlarga? Andijon 99. Faqat Andijon viloyatiga. Oldi orqalari, lanjirolari go'zal holatda aka. Gap yo'q, tiniq ekan mashina. Lekin hozir to'g'risini aytamiz, motorida ozgina rasxodi bor akalar. Ozmoz bormi? Buni motoriga javob demaymiz, ozgina rasxod qilyapti. Salonlari ham aka o'ta go'zal holatda. Stoka, patolog, chixol, polik, hamma yo'q soz holatda. Mana. Kalongalari ham bor ekan orqada. Ochildimi? Ha. Mana, kalitga ochmay qo'ydim. Mana aka. Qancha 500-400 puli borga chiqaradimi? 500-600 puli borga aka. 500-600 puli borga. Bunaqa qimmat narx qo'ymaymiz. 5 oy muddatgami, 6 oy muddatgami qilib beramiz.
Bu yog'ini variantini kelishiladi. Naqd pulga Bunaqa- qancha dedik? 2,5 ming deyilmaydi aka. Ha. Naqd pulga ham aka, variantga ham mana shu naqd pul hisobida qilib chiqarib beramiz. Sababi u qimmatroq olingan. Aha. Mana shuni hisobiga variant qilib chiqarib beramiz. Tushunarli. Lekin kelsa 2,5 ming narx aytib olmaymiz. 2 mingni pastida kelishtirib beramiz. Xudo xolasa. 5 oy 6 oy muddatga. Bunisichi aka? Bardavr. Xo'p, 2001-yilda ishlab chiqarilgan motor korobka hadovoylari zo'r. Korobkalari 5 talik, Aha. 4 ta archa balonlari bilan aka. Xo'p. Bunga 1,5 ming narx aytamiz. Eng mashina mashinani kelish bo'lsa, sidinasida ishi bor ekan. Xo'p. Chiroyli 4 ta kampli koja sidina bosib beramiz, yangi. Yangi. Yangi, odamni ko'tib tegmaganidan sidina bosib beramiz. Ana bo'lmasa. Priziga. Mashina benzinda, Benzinda aka, holati zo'r holatda lekin. yumshoq balonlarda, chexollar, salonlari. Sidinalarida aybi bor. 4 ta kampli sidinani chiroyli qilib bosib beramiz aka. Tanlagan sidinasini. Mashina holati mana generalni chiqarkan. Unga da o'zimiz qo'ydirib qo'yamizmi? Ha. Kelgan klientlarga, akalarga qo'ydirib qo'yamiz o'zimiz. Xudo xolasa, yaxshi holatda aka. Oldilarni ham qator ko'rsatib. Mana aka. Mana qadrdonlar Oldilari ham go'zal akkumulyator holatda. holati, uslitrlari, chaklari, kuzov raqam. Aloqaga chiqarasizlar. Buni 1,5 dan ozgina yo'liga o'tib O'tib beramiz beramiz. aka, xudo xolasa. Xo'p, yana variantga so'ragan akalarga Xo'p. 98-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Aha. Motor, hadovoy korobkalari zo'r holatda aka. Chexol polish nazar qilmaydi. Buni bitta aybi labovoyda aka, labovoy qo'yish kerak. Oldilar bu. Oldi labovoysini, lekin oldi orqalari butun holatda aka. Buni ham $400 $500 puli bor akalarga Ha. 5 oy 6 oy muddatga xudo xolasa buni Beraveramiz. variant qilib chiqarib beraveramiz aka. Ana bo'lmasa. Mana qadrdonlar. Xudo xolasa yurish-turishlari, pechkalari, dajmo suv sepadigan joylargacha ishlaydi buni ham. Hamma yo'q ishlaydi. Ha, tayyor mashina aka. Pechkalari ham yangi qo'yilgan. Pechkalarigacha yangi qo'yib qo'yishdi. Labovoyga suv sepadiganlargacha ishlatib, chiroyli qilib qaratib qo'ydi aka. Tayyor holat. ishlayapti, xudo xolasa. Variantga so'ragan akalarga chiqarib beramiz. Naqd pulga so'ragan akalarga $1,300 ga narx qo'yamiz. Variantga kelishiladi. Xo'p, bunisichi aka? Aka 98, Aha. motor, hadovoy, korobka, 4 ta baloni ideal holatda tayyor mashina. Xo'p. Xo'p, buni narxini aka $1,350 ga qilib beramiz. $1,350. Ha. Generalni Generallar ham o'ta chiqadi. go'zal. Generalnilari egalaridan chiqadi aka, xudo xolasa. Mana motorlari. Xo'p, kuzov raqam, birka, uslitrlari. Ham yo'q, Yaxshi ekan antifriz o'zlari. pechkalari ham yo'q ishlaydi aka. Aha. Mana salonlari. Mashina aka, xudo xolasa xarajati yo'q, tayyor holatda. $1,350 narx qo'yamiz. Kamko'sini ustida kelishamiz. Yengilroq qilib berishga harakat qilamiz, xudo xolasa aka. Xudo xolasa. Korobkalari 5 talik. 5 talik korobka. O'zimizda Andijon shaharda mashinasi aka. Buni naqdda? Buni naqdga chiqaramiz aka. Bunisichi? Bunisi aka 97. Aha. Motor, hadovoy, korobkalari yaxshi, xudo xolasa. Yurish-turishlari zo'r. Narxi ham o'ta go'zal narxda. Hop. $1,150 ga qilib beramiz aka. $1,150 ga. Kamini ustida kelishamiz. Matsidinalar ham yo'q qo'yilgan, tayyor holatda. Chexol poli qilmaydi aka. Mana salonlari. Mashina tayyor, xudo xolasa. Generalni chiqadi. Generalnilar xudo xolasa chiqadi aka. Xo'p, bu ham naqdga. Bu ham naqd pulga chiqadi aka. Xo'p, Bunisichi? bunisi aka kapot ochilmas ekan. Yo 2000-yil yo 2001-yil mashina aka. Motor, Stalnoy. hadovoy, korobkalari zo'r. Stalnoy svetga qiziqqan akalarga aka. Mana 2000-yil ekan bu aka. 2000 kuzov raqam, birka, xo'p. Uslitr motor holatlari. Motor, hadovoy, korobkalari yaxshi, yurish-turishlari zo'r Generalni chiqadi holatda. aka? Generalni egalaridan chiqadi inshaalloh aka. Nech pul endi bu? Buni narxi aka 4 ta archa balon bir xil komplet qo'yilgan. Aha. Buni aka $1,300 ga qilib beramiz aka. Tushamizmi yo bo'ladiganimi? Endi u yog'i kelib savdo qilishiga bog'liq. Kelishamiz, ha? Ha. Kelib Bo'ladi. bilmayman endi biz qo'limiz siltab bering desa o'tib ham beraveramiz, bilasiz-ku. Bo'ldi. Ishtirib olamiz. Nexia'mizchi? Aka 2009 Hop.
Motor ходовой korobka zo'r, to'rtta balon yaxshi. Kraskasi asvежит bo'lgan, bir qator yengil kosmetika qilib kraska qilingan aka. Gazi bormi? Gazlari bor, benzinga gazga yurib turgan holatda aka. Qanaqa motor bu? Bu Dons motor aka. Sons emas, Dons motor mana. 1.6. 1.6. 1.5. 1.5 Dons. 1.5 ha. 1.5 Dons. 1.5 don. Gazi bor ekan. Gazlari bor, benzin yuryapti aka. Xo'p, benzin yuradi, ballonlar yaxshi. To'rtta baloni ideal holatda tayyor mashina aka. Mana chexol polik. Salonlari, monitor, luks ekan mashina. Rollari gidrolik aka. Rol gidrolik ekan. Bu necha pul aka? Buni aka narxi $2900 dan tushib beramiz aka. 2900 kami bor. $2900, 3000 desak bo'lmaydi. $2900 kami bor. Barterchi Kelishiladi aka, Matizga, Tikolarga kelishaveramiz aka. bo'ldi ya. Rossiyskiy mashinalarga barterimiz yo'q. Jiguli, Volgalarga yo'q. Xo'p. Barter bor ekan, Matiz Tikolarga. Generalniy bo'ladi, lekin bankka ruxsati yo'q. Generalniyda garovini olib qo'yiladi. Bank qilib bera olmaymiz bu mashina. Tushunarli. Manzilimiz aka Andijon shahar, Hakan City deb qo'yiladi. Mana bu yoqda dom tushyapti, 3 ta 4 ta. Bu tomoni Bog'ishamoldan kelinadi, bu tomoni Yangi bozordan kelinadi. Bu tomoni. Rosa tushunmagan akalarga Telegramlarimiz bor, WhatsApplarimiz bor. Bir qator telefon qilib, lokatsiya tashlab bering desa, lokatsiyalarimizni bera olamiz aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Gap yo'q. Telefon qilaverasizlar akalar, bir qator ekranda ham raqamlar qoldiramiz. Variantimiz ham bor, bu safar naqd pulga ham bor. Nexia so'ragan akalarga Nexialarimiz ham bor, xudo xolasa. Chiroyli qilib beriladi. Kelishtirib qilib beramiz. O'tgan safargi dekabr oyining oxiriga, 2025-yil dekabr oyining oxirlarida bir bitta reklama chiqardik. Mana ko'rib borishgan bo'lsa, 8-10 ta mashina chiqargan bo'lsak, ulardan sotilmagandan ikkitasi qolgan bo'lsa, Aha. eng zo'r faol ketayotgan viloyat menimcha Namangan deb o'ylayman. Namanganlar Chunki biz oldinda. 2025-yilda o'sha dekabr oyining oxirgi kunlarida Namanganga, Chustga, Chorboqqa bordik. Akamiz rosa mehmon qildi, ati esimdan chiqib qoldi. Asha akamizga mingdan ming rahmat. Ha. Kecha soat 1da bordik. Rosa mehmon qildi. Keyin bitta otaxonga olib bordik. U inson mehmon qildi. Даже yo'l kiralarimizga addushi deb yana qo'shib ham berdi. Namanganlik akalarga bitta olg'a deb qo'yasizlar aka. Zo'r ketdi o'tgan oyda. Endi nolni bir Farg'ona viloyati zo'r ketyapti. To'g'ri Farg'onaga tashlayapti. Bu safar Namanganga tashladik. Gap yo'q. Shoshtirishib olyapti, tez sotilib ketib qolyapti. Telefon raqamlarini ham aka, telefon raqamimiz 99lik 006 0533 94lik 812 0020 raqamlariga aloqaga chiqishaveradi. Gap yo'q. Qadrdonlar, ekranda nomerlar qolgizamiz. Bobur akamga mana ma'lumotlar uchun rahmat aka. Dastavkalarimiz bepul. Ha, dastavkalar bor. 12 ta viloyatga dastavka qilib beramiz. Sodamiz aka, plastikka, klikka, so'mga, dollarga farqi yo'q. Shunda kelishamiz, bitishamiz, bitkizib olib borib beraveramiz hujjatlarni qilib. Gap yo'q. Bunaqasi bo'lmagan akalar. Bosamiz gazini.